Chust tuman axborot kutubxona markazi mutaxassislari tomonidan Yuriy Olesha qalamiga mansub 3 baqaloq kitobiga tayyorlangan bu treyler. 3 baqaloq asari bolalar uchun yozilgan mashhur ertak roman bo'lib, jahon bolalar adabiyotining durdonalaridan hisoblanadi. Bu yerda xalqni 3 tabaqaloq hukmdorlar boshqaradi. Ammo xalq orasida aqlli va jasur insonlar, donishmand doktor, mohir dorboz, mard qurolsoz, tadbirkor qizaloq kabi qahramonlar paydo bo'ladi. Unda faqat fantaziya emas, balki ijtimoiy va axloqiy g'oyalar ham mujassam. Bu asar asosida balet, kinofilm va boshqa san'at asarlari yaratilgan. Turli tillarga tarjima qilingan va dunyo bo'ylab millionlab bolalar tomonidan sevib o'qilgan. O'zbek bolalar adabiyotida ham muhim o'ringa ega bo'lib, har avlod vakillari uni maroq bilan o'qib keladi. Ushbu kitobni siz kitobxonlarga o'qishni tavsiya etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.